Samarqand aeroport. Mana shu mostning tagidan shunday o'tganda aeroportga qarab ketishda chap qo'limizdagi mana shu 8 qavatlik binoning 4-qavatda srochni bitta to'rxonalik chiqqan, hozir ichkaridan ham obzor qilamiz. Mana bu ikkinchi sizlarga so'z isbotim. 97 kvadratlik xonamiz $110,000 turgandi. Men akam bilan chaqchaqlashdim. Aka dedim, agar sotish niyatingiz bo'lsa mana shu xonadonni srochniga sotaman desangiz agar, narx bunaqa bo'lmaydi dedim. Narxni salgina tushirib qo'yamiz dedim. Akam aytdilarki, "Bo'ldi, men 105 ga roziman" dedilar. "Yo'q" dedim, "Gap bunaqa emas" dedim. Keyin 100 ga rozi bo'ldilar. Men mana shu xonani, 4 xonalik xonani, bitta zal, hol, ikkita xona kattalar uchun yotoqxona, 3 ta bolalar uchun yotoqxona, 4 ta kuxnisi alohida. 97 kvadrat narxi 99 mingga mana shu uyni qo'yapman. Xudo xolasa, mana shuni oxirigacha qo'yinglar. Bitta like bosib eslaringizdan chiqmasin. Kattagina hol, televizor, mexi mebel, hamma sharoiti bor. Faqat kelib o'tiradigan joyi. Mana bu zal, zalga ham trezasi bor, batareya bor, duxontirni katyol, mana shu lyustralarni va shu dahshatidan qo'ygan akamiz, remontlari atachento bo'lgan. Bu hol. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. Mana bu duxspalni divan, termozona, o'zini garderob shkafi, oynasi ham bor. Bu uchinchi xona. Mana bu bolalar uchun yotoqxona. Gap bilish mumkin emas, bolalar uchun yotoqxona, faqat gilam to'shaysiz, bitta mebelcha qo'yasiz. Bu esa alohida kuxnisi, televizor, o'tirib yeydigan joyi. Mana bu yerda hamma mebel texnika bor. Gaz plita, vitishka, xolodilnik, mana shu nima rafini ham bor, trezasi ham bor. Bez gluxoy 99 ming, 110 ming edi, men 99 mingga gaplashib qo'yapman. Alohida unitaz, boiler krivish mashinasi, rakveni. Bu esa rakveni, vanna, hamma sharoiti bor. 99 ming, yana ozgina savdosi ham bor.